Assalomu alaykum. Qo'qon shahar Yangi bozor Pemkesdan video obzor qilyapmiz. Ko'p akalarimiz so'rashgan kichkina spes jetkamizdan keldi. Salarkalik bezelli variantidan luboy narsani o'radi. O'rinchi ellari jetkasini endi 90 gradusli bo'ladi. Salarkali bezelli variantlaridan keldi. Salarkali 173 variantidan ko'rishlari mumkin. Original variantda pichoqlari ham original pichoqlardan qo'yilgan. Balonlari tosh balon bo'ladi. Salarkali varianti bezelli varianti ham bor. Bezelli varianti ham shu original variantidan ko'rishlari mumkin. Balonlari shu tosh balonli bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bezelligidan tanishtirishni boshlaymiz. Bezelligi 170 motor, 7 ot kuchiga ega. Rasxodlari 800 grammdan 1 litrgacha rasxod qiladi. Bezel rasxodlari shunaqa bo'ladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bezelligimizning narxlari $580 qilib beramiz. $580. Salarkali so'ragan akalarimizga salarkali varianti ham bor. Salarkaligimiz rasxodi 600 grammdan 800 grammgacha rasxod qiladi. Dizel yoqadi. Bunimizning narxlari $650 qilib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar Yangi bozorda joylashgan. Boshqa haydovchi akalarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. O'rinchi so'ragan jetka akalarimizga mana keldi jetkalarimiz.